ustozlar, bugungi videomiz attestatsiyadan o'tib bo'lgandan keyin, ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin to'lovni amalga oshirish. Albatta bu navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tuvchilar uchun tegishli bo'ladi. Navbatdagi attestatsiyaga ariza topshirganlar to'lovni amalga oshirmaydi. Xo'p, profilga kirib, murojaatlar bo'limini tanlaymiz. Bu yerda bizga mana shu oyna taqdim etiladi. Bu oynada to'lov jarayoni kutilmoqda deb sizni ogohlantiradi. Bu o'ng tarafda tahrirlash bo'limi bor, ya'ni bu yerga kirib arizani tahrirlashingiz mumkin. To'lov qilish bo'limini tanlasangiz, to'lov tizimlari orqali, bank kartalari orqali kvitantsiyani yuklab olish, avvalgi invoysni biriktirish menyulari ochiladi. Bu yerda to'lov tizimlari orqali tanlasak, o'zimizda mavjud Payme, Click, Paynet ilovalaridan to'lovni amalga oshirishimizni ko'rsatadi. Ulardan birini tanlab, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Keyingisi bank kartalari orqali. Bu o'zingizga tegishli bo'lmagan bank kartalarini kiritib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni biron bir shu kartada pulim bor shaxsdan foydalanib to'lovni qilishingiz mumkin. To'lovni qilganingizdan keyin kvitantsiyani yuklab olish mumkin bo'ladi. Invoice raqam orqali to'lovladi aslida. Bu bo'lim osonroq. Mana bu yerni ochish bo'limini tanlasak, o'zimizga tegishli ma'lumotlar bilan birgalikda to'lov ma'lumotlari taqdim etiladi. Bu yerda to'lashingiz mumkin bo'lgan summa va invoice raqamingiz berilgan bo'ladi. Bu yerda invoice raqamni olib, mobil telefoningiz orqali ilovalarga kirib, ya'ni ana shu Payme, Click ilovalariga kirib, invoice raqamini kiritgan holda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Asl invoice raqamini shu yerdan olsangiz bo'ladi. Biz to'lovni qilmaganmiz, shuning uchun oson turibdi. To'lovimiz ko'rinmagan. To'lov qilib bo'lgandan keyin mana bu kvitantsiyani yuklab olish bo'limini tanlasak, bizga kvitantsiyani yuklab beradi. Bu yerda to'lov qilmagan bo'lsangiz ham invoice raqamini shu yerdan ham olish mumkin bo'ladi. Bu yerda to'lov qilingan summa, to'lashingiz kerak bo'lgan summa ham ko'rsatib o'tilgan. Mana shu invoice raqamini, invoice qog'ozini chiqarib olib, hech narsaga tushunmagan bo'lsangiz, bank orqali ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. O'zingizga yaqin birorta bankka borib ham to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha hammasi tushunarli. Agar tushunmasangiz, savollarni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.